Men Allohning izni bilan bu darsni tugatishni xohlardim. Buni namozgacha qila olaman deb o'ylamayman. Ammo men sizlarga hech bo'lmaganda ushbu ajoyib sura uslubiyati bilan bog'liq ikki holat haqida so'zlab bermoqchiman. من شر ما خلق عام. U yaratgan narsalar yomonligidan. Bu umumiy tushuncha. Bu yerda barcha yaratqilarga taalluqli universal yomonlik nazarda tutilgan. U holda فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ qorong'u kecha, dam soluvchilar, hasadchilar yomonligi haqida eslashning hojati ne? Axir bularning barchasi u yaratgan narsalar sirasiga kirmaydimi? Agar biz u yaratgan narsalar yomonligidan deydigan bo'lsak, u holda bu keyingi barcha yomonliklarni ham o'zida mujassam etmaydimi? Ularni alohida eslashning ma'nosi nima? Javob quyidagicha. تنبيها على أن هذه الشرور أعظم أنواع الشر. Alloh bizlarga yomonlikning mana shu alohida turlari eng xavflilari ekanini eslatmoqchi. Demak, biz barcha yomonliklardan panoh so'rab Allohga yuzlanamiz. Ayniqsa, yomonlikning eng xavfli 3 turidan. Kirib kelgan qorong'u kechaning yomonligidan, sehrgarlar yomonligidan va bizga yomonlik tilaydigan hasadchilar yomonligidan. Mana shu 3 turdagi yomonlik eng xavflilari. Shuning uchun biz Allohdan bizni ulardan himoya qilishini so'rashimiz kerak. Islom tarixida bir buyuk olim bor, Shayx Muhammad Qosim Nanutvi. Men u haqida sizlarga namozdan keyin aytib beraman inshaalloh. U mana shu sura yuzasidan ajoyib izoh keltirgan. Men u kishi o'z o'quvchilariga aytib bergan va ushbu buyuk suraning ahamiyatini tushuntirib beradigan rivoyatni sizlar bilan bo'lishaman. Undan avval esa Falaq surasiga nisbatan eng oxirgi adabiy izohimni aytib o'tmoqchiman. لما عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه. Nima sababdan Alloh surada tilga olingan ba'zi yomonliklar oldidan al-artiklini qo'ydi, boshqalarda esa yo'q? Masalan, النفاثات. bu yerda artikl bor, ammo boshqa oyatda al-artikl yo'q. Shuningdek, keyingi oyatda ham artikl yo'q. Biz bir joyda al-artiklini qo'yyapmiz, ammo boshqa holatlarda u yo'q. Buning hikmati nima? Keling, tushunishga urinib ko'ramiz. عرف النفاثات لأن كل نفاثة شريرة. Alloh alni an-naffathat oldidan qo'ydi. Tugunlarga dam soluvchilar, chunki ularning har biri yomonlik ifodasidir. Bu yerda istisnolar yo'q. Agar kimdir tugunga dam solayotgan bo'lsa, demak u albatta qandaydir yomonlikka qo'l urgan. Biroq Alloh taolo g'osiqin so'zi oldidan al qo'ymadi, chunki tunning har bir qorong'uligi o'zida yomonlik saqlamaydi. Ha, qorong'u tunda yomonlik sodir etilishi mumkin, ammo qorong'ulikning o'zi yomonlik emas. وأيضا ليس كل حاسد شرير. Hasid so'zi ham xuddi shunday. Al-artikli yo'q, chunki u hasadi tufayli yomonlik qilishi mumkin. Ammo yomonlik qilmasligi ham mumkin. Ehtimol unda shunchaki yomonlik qilish imkoni bo'lmas. Biroq an-naffathat tugunlarga dam soluvchilar aniq yomonlik qiladi. Bu birinchisi. Ikkinchisini biz payg'ambar alayhissalom siratlaridan topamiz. Bu mana shu sura tushirilishiga sabab bo'lgan holatdir. Bu qanday sabab? Qaysi harf tufayli bu sura nozil qilindi? Qorong'ulik, hasad, sehr. Aynan qaysi muammoni Falaq surasi bartaraf etish kerak edi? Sehr. Aynan shuning uchun aniqlovchi al-artikli aynan mana shu so'z oldiga qo'yilgan. Bunga qo'shimcha tarzda bu sura bizni kirib kelgan qorong'u kecha yomonligidan ham, hasad qilgan hasadchi yomonligidan ham asraydi. Aynan shuning uchun Falaq surasi universal himoya hisoblanadi. Alloh taolo tugunlarga dam soluvchilar yomonligidan saqlovchi surani yuborgan vaqtida hech kim yashirin tarzda tugunlarga dam solib, har xil sehr jodular qiladigan odamlar borligini bilmasdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham buni sir saqlaganlari haqida aytgan edim. U kishi sahobalarga bunday narsalar haqida so'zlamasdilar. Aniqki, tugunlarga dam soluvchilar buni yashirin tarzda qiladi. E'tibor qilingki, bu yerda sehrgarlikning aynan bir turi tilga olingan. Axir shunchaki sehrgarlar yomonligidan deyilish ham mumkin edi. Bu umumiy mazmunga ega bo'lardi. Buning o'rniga ular aynan qaysi harakatni amalga oshirgani tilga olingan. Sehrgarlik qilishning jarayoni zikr qilingandi. Buning maqsadi quyidagicha. Eslang, sura Qul ayt so'zidan boshlangan. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda ochiq aytishlari kerak edi.
U kishi shunday qilganlaridan keyin esa ularga zarar yetkazgan barcha sehrgarlar, Labid ibn Osim kabilar ham bu haqda eshitdi. Tabiiyki, ular shok holatga tushdi. U buni qayerdan bildi ekan? Biz tugunlarga dam solganimizni unga kim aytib berdi ekan? U kishida buni bilishning vahiydan boshqa yo'li yo'q edi. Bunday aniqlikning sababi shunda ediki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ilmlari sehrgarlarnikiga nisbatan ancha qudratli ekanini ifoda etish edi. Ular o'z bilim manbasiga qochardi. U esa sehr edi. Ammo payg'ambar alayhissalomga kuchliroq ilm manbasi berilgan edi. Ular qanchalik sir saqlamasin, bu ilm ularnikidan o'zib ketardi. Men sizlarning e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lgan birinchi omil mana shu. Ikkinchisi esa men sizlarga Shayx Muhammad Qosim rivoyatini aytib bermoqchi edim, chunki men uni juda ta'sirli va ajoyib deb topdim. U Shayx Shabbir Ahmad Usmoniy tomonidan Usmoniy tafsirida yozilgan. Bu tafsir urdu tilida tuzilgan. Va mana shu Falaq surasi va u himoya qiladigan yomonliklar turlarini tafsir qilayotib, u mana shu rivoyatni keltiradi va aytadi: Alloh biz o'zimizni bog'bon parvarish qiladigan o'simlik deb tasavvur qilishimizni xohlaydi. U yerga o'simlik ekadi va o'simliklarni ulardan himoya qilish kerak bo'lgan ko'plab muammolar kelib chiqishi mumkin. Birinchidan, echki, qo'y kabi shu yerda oziqlanishi mumkin bo'lgan va mana shu o'simliklarni yegisi kelib qoladigan hayvonlar bor. Aytish kerakki, har qanday jonzot, u xoh echki, qo'y bo'lsin, xoh qo'ng'iz yo biror hasharot dehqonning dushmani emas. Ular o'zining tabiati shunday bo'lgani uchungina mana shu o'simlikka zarar yetkazishi mumkin. Ular o'simlik bilan oziqlanish uchun yaratilgan. Bu oyat mazmunlaridan biridir. Shunday narsalar borki, ular aynan yomonlik bo'lmagani, balki tabiati shunday bo'lgani holda sizga zarar yetkazishi mumkin. Masalan, akula va sher qonsiragan yirtqichlar va ular o'zini shunga yarasha o'z tabiatiga ko'ra tutadi. Yomonlik tilagani uchun emas. Xuddi shu kabi Allohning yaratiqlari orasida ham sizga yomonlik istagani uchun emas, o'z tabiatiga ko'ra sizga zarar yetkazishi mumkin bo'lganlari bor. Chunki ularning tabiati shu. Demak, biz Allohdan ulardan panoh so'rashimiz kerak. Biroq bu dehqon ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan yagona narsa emas. Shuning uchun u o'simliklar atrofini to'sib qo'yadi. Echki yoki boshqa nimadir ularni payhon qilmasligi uchun. Uning keyingi qiladigan ishi o'simliklarni quyosh nurlari, suv yetarli bo'lgan, qisqa qilib aytganda, muhit yaxshi bo'lgan joyga o'tkazish. U yerda o'simliklarni o'ziga kerak bo'lgan narsadan to'sadigan hech nima yo'q. Biz Allohdan: "Ya Alloh, bizni kirib kelgan qorong'u kechaning yomonligidan asra" deb so'raymiz. G'osiq ham, vaqob ham biz kunduzi olishimiz mumkin bo'lgan yaxshiliklardan bizni to'sadigan narsalardir. Bu xuddi hech qanday to'siq bo'lishini istamaydigan o'sha fermerga o'xshaydi. Tabiiyki, har qanday kishi uchun tun zulmati to'siq bo'ladi. Keyin u yana davom etadi. Shuningdek, bog'bon o'simlik quyosh nurlari va suvni haddan ziyod ko'p olmasligini ham xohlaydi. Aks holda u so'lib qoladi. Oyat haqida gapirayotib, men sizlarga odamlar sehr ta'siriga tushganida ular o'zini ichidan kimdir bo'g'ayotgandek his qilishini aytgandim. Ular ichida kuchli bosim his qiladi. Sehrlanganlar mana shunday hissiyotlar tuyadi. Oxirida Shayx Nanutvi aytadi: Bog'bon o'z bog'i va o'simliklarni atayin unga zarar yetkazmoqchi bo'lganlardan himoya qiladi. Bu taqdirdan qo'rquv emas, o'simliklarga quyosh nuri yetmay qolishidan qo'rquv ham emas. Bu yerda endi uning o'simliklarni atayin payhon qilmoqchi bo'layotgan real dushman haqida so'z bormoqda. Bunday dushman haqida qaysi oyatda so'zlanadi? Hasad qilgan hasadchining yomonligidan. Demak, mana shu bog'bon o'z o'simliklarini har tarafdan himoyalashga uringani kabi, Alloh ham bizni himoya qilishni istaydi. U bizlarni himoya uchun o'zining panohiga qochishga o'rgatadi. Shu tariqa bu surada yomonlikning jismoniy zararlaridan himoya haqida gapiriladi. Keyingi surada esa ma'naviy xavflar haqida so'z boradi. Falaq surasida tana himoyasi haqida, Nas surasida esa qalbni shayton vasvasalaridan himoya qilish haqida so'zlanadi. Endi so'nggi ikki izoh qoldi. Ijobiy izohdan boshlayman. Xullas, hasad chindan ham dahshatli sifat. ومن ذلك ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم Ruxsat berilganidan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadi. لا حسد إلا في اثنتين. Hasad, havas ikki narsada bo'ladi. Birinchisi, رجل آتاه الله تعالى مالا وسلطه على هلكته في الحق. Alloh taolo bir kishiga mol dunyo berib, unga egalik qilish huquqini ham beradi.
berilgan mol dunyoni haq yo'liga sarflaydi. Bu yerda arab tilida ajoyib so'z ishlatilgan. في هلكته Uni yo'q qilish, sarf qilish. U xuddiki men bu pullarga hatto qarashni ham istamayman deyayotgandek. Ularni tezroq Alloh yo'lida sarf qilsam edi. Mana shunday ishtiyoq bilan Alloh yo'lida sarf qiladigan odam unga havas qilishlariga arziydi. Havas esa uning boyligiga emas, xulqiga bo'ladi. Odamlar u buni qanday uddalayapti, qanday qilib u shunchalar osonlik bilan pulini sarflab yuboryapti deb hayron bo'lishadi. Shunday hissiyot borki, go'yo pullar uning qo'lida tursa, qiynalib qoladigandek. Ularni tarqatsagina u yengillik his qiladi. Bizlarchi? Ko'pchiligimiz bunday vaziyatda o'zimizni qanday tutamiz? Pulimizni berib yuborish biz uchun juda qiyin. Ularni yig'ib, ko'paytirish esa juda oson. Ayniqsa, gap Alloh yo'lida ihson qilish ustida borsa, bu juda qiyin. Bilasizmi? Ba'zida pul yig'ish xuddi tish oldirishga o'xshaydi. $100 pulni masjid qurilishiga berib yuborish ba'zi odamlar uchun juda qiyin, ammo Walmart gipermarketiga borganimizda esa biz o'sha pullarni bir soniyada sarflab yuboramiz. Birodar, sen bu pullarni bolangning kollejiga yordam sifatida berishing yoki boshqa biror foydali ishga sarflashing mumkin edi. Gap ko'ngilxushliklar haqida borganida biz hisob-kitobni unutib qo'yamiz. Allohning yo'lida sarf qilishimiz kerak bo'lganida esa barchamiz moliyaviy ekspertlarga aylanib qolamiz. Birodar, bilasanmi? Chiqimlarim shunaqa ko'pki, qurilishni yakunlashim, qarzlarimni uzishim, mashinamni tuzatishim kerak. Ko'z oldimizda juda ham katta moliyaviy smeta paydo bo'ladi. Xuddi o'z moliyaviy onlayn hisobingizga kirgandek. Shu bilan birga, shu yerda masjidda o'tirib, ehson qilmasligingiz uchun ko'plab sabablarni qalashtirib tashlaymiz. Biroq biz qulay fursat paydo bo'lishi bilan o'z pullardan xalos bo'ladigan o'sha odamga havas qilishimiz kerak. Xuddi pullar uning qo'lini kuydirayotgandek, u o'sha zahoti ularni yaxshilikka sarf qilgisi keladi. Bu biz havas qilishimiz kerak bo'lgan odamlardan biri. Bilasizmi? Ba'zilar, birodar, men ham xuddi uningdek boy bo'lishni istardim. Shunda men ham Alloh yo'lida sarf qilardim deydi. Yo'q, sarflamasdingiz. Sarflasangiz ham ular kabi sarflamasdingiz. Yo'q. Men chindan ham Alloh yo'lida sarf qilish uchun boy bo'lishni istayman. Ha, albatta. Siz chindan ham shunaqa deb o'ylaysizmi? Ha, ehtimol. Siz vijdoningiz qiynalmasligi uchun $100-200 berishingiz mumkindir. Biz o'z niyatlarimiz bilan o'ynashmasligimiz kerak. Demak, mana shunday odam unga havas qilishlariga arziydi va bunday havas aybli bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom davom etib aytadilar: ورجل آتاه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها. Ikkinchi kishiga Alloh taolo ilm va hikmat beradi. U ilm va hikmatning haqqini ado qiladi va uni odamlarga o'rgatadi. Bu yerdan biz shuni tushunamizki, ilm va hikmat ham xuddi boylik kabi Alloh tomonidan beriladi. U ilm va hikmatni nima qiladi? Uning qarshisida shunday vaziyat paydo bo'ladiki, u buni o'z hikmati bilan yechadi. Demak, bilim va hikmat orasida farq bor. Siz ko'plab bilimga ega bo'lishingiz, ammo unga ko'ra yo'l tutmasligingiz mumkin. Bu odamda hikmat yetishmasligidan darak. Agar sizda hikmat bo'lsa, siz unga binoan ish ko'rasiz. Unga ko'ra hukmlar qilasiz va umuman hikmat bilan hayot kechirasiz. Shunday bo'lsa, sizni hikmatli deyish mumkin. Ko'p bilimga ega bo'lish qiyin emas. Siz butun dunyoni yodlab olishingiz, 1000 ta hadis bilishingiz, arab tili, fiqh, tafsir, aqida ilmi bilimdoni bo'lishingiz, istagan faningizni o'rganib chiqishingiz sizni olim deb hisoblashlari mumkin. Ammo bu asosiy emas. Eng asosiysi sizda hikmat bo'lishi. Hikmat haqidagi qadimiy arabcha tushuncha quyidagicha: siz qandaydir foydali ilm o'rgandingiz va endi siz olgan ilmingizga ko'ra ish tutasiz. Agar siz shunday qilsangiz, demak hikmatlisiz. Misol uchun biz olov kuydirishini bilamiz. Bu oddiy haqiqat. Ammo agar siz shunga qaramay unga teginsangiz, u holda siz hikmatli emassiz. Hikmat shundaki, siz olov xususiyatini bilgach, undan uzoqroq turishingiz kerak. Demak, Alloh hikmat bergan va shunga ko'ra yo'l tutib, odamlarga ham shuni o'rgatadigan kishiga ham havas qilish kerak. Alloh unga hikmat berdi va u odamlarga ham shuni o'rgatmoqda.
Ta'kidlab o'tish kerakki, bu yerda gap u odamlarga bilim berishi haqida ketmayapti. U odamlarga hikmatni o'rgatyapti. Avvaliga u o'zi hikmat bilan yashaydi, keyin esa boshqalarga hikmatni o'rgatadi. Mana shunday odamga havas qilsa arziydi. U nafaqat o'zi hikmat bilan ish ko'radi, balki boshqalarni ham ilmiga ko'ra harakat qilishga chorlaydi. Ilohim, Alloh bizlarni o'zi hikmatga ega bo'lgan va boshqalarga ham hikmatni o'rgatadiganlardan qilsin. Oxirida men sizlarning e'tiboringizni qaratishni istaganim yana ikki turdagi hasadga qaratmoqchi ekanimni aytgandim. Hasadning biz oilalarimizda, qarindoshlarimizda va umuman jamoamizda duch keladigan va eng keng tarqalgan turi haqida gaplashamiz. Subhanalloh. Meni masjidga bosh qilishmagani uchun o'z masjidimni quraman deydigan odamlar qanday achinarli ko'rinadi-ya. Boshqalari esa qanday qilib ular bizning pulimizga masjid qurishi mumkin deydi. Bular ham hasad qiladi. Bular ham, narigilar ham hasadda. Subhanalloh. Axir bu Allohning uyi-ku, baraka topkur. Barcha bahslarni bas qiling. Hamisha arzimagan narsalarni talashish yetar endi. Qaytanga biz o'z aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz uchun masjidlarimiz ko'payib borayotgani uchun xursand bo'lishimiz kerak emasmi? Minglab afsuslar bo'lsinki, men o'zim Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 3-4 masjidni bilaman. Ular o'zaro sudlashib yuradi. Bu qanday ham ahmoqona ko'rinadi. Ramazon orasida ular pul yig'ishni boshlaydi. Odamlardan masjid qurilishi uchun sadaqa qilishni so'raydi. Bu dunyoda masjid qurganlarga Alloh jannatda qasr qurishini eslatishadi. Odamlar ularga chin ko'ngildan pul beradi. Ular esa bu pullarni olib sud jarayonlariga sarflaydi. Bu qanday gap? Axir siz bu pullar uchun Alloh oldida javob berasiz. Subhanalloh. Bu kabi voqealarni eshitish juda og'riqli. Afsuski, bu odatiy holga aylanyapti. Endi bu hol istisno emas, qoida bo'lib qoldi. Shu darajaga kelganimiz juda achinarli, hammasiga hasad sabab. Agar biz Allohning diniga samimiy xizmat qilganimizda, bizda bunday muammolar bo'lmasdi. Birinchi o'ringa odamlarning ambitsiyasi, ularning egosi chiqib qolyapti. Falaq surasi odam o'z egosini bostirishga yordam berib, uni Allohning panohiga qochishga o'rgatadi. Ayt, tong Robbisidan panoh so'rayman. Bilasizmi, odam g'azab qilganida biz unga shu so'zlarni eslatishimiz kerak, to'g'rimi? Biz shu tariqa g'azab qilgan musulmonga yordam berishga urinamiz, ammo bunday bo'lish ham mumkin. Birodar, Allohning panohiga qochaman deb ayt. Nimani nazarda tutyapsan? Men shaytonmanmi? Bu unga shayton qanchalar kuchli ta'sir qilayotganini bildiradi. Yo'q, birodar, men bunday demoqchi emasman. Subhanalloh. Mana bizning holatimiz qanday? Bu hasadning birinchi turi edi. Hasadning ikkinchi turi kofirlardan keladi. Ummat orasida qanchalar muammomiz bo'lmasin, baribir Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning rasuli va bandasidir der ekanmiz. Bizning holatimiz kofirlarnikidan ancha yaxshi. Qancha kamchiligimiz bo'lmasin, bu bizni eng yaxshi ummat qiladi. Biz baribir kofirlarga qaraganda ancha yaxshi holatdamiz va shu tufayli ular bizga hasad qiladi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: Ahli kitoblarning ko'pchiligi, hammasi emas, ammo ko'pchiligi siz iymon keltirganingizdan so'ng hasad tufayli sizni qaytarmoqchi bo'ladi. Oyatda ular sizni o'ziga o'xshatmoqchi ekani aytilmaydi, balki ular siz kofir bo'lishingizni xohlashi aytiladi. Ular shunchaki siz haq dinga e'tiqod qilishingizni ko'tara olmaydi. Ular hatto siz ularning dinini qabul qilishingizni ham istamaydi. Ular shunchaki siz musulmon bo'lmay qolishingizni istaydi, xolos. Ular buni ko'tara olmaydi. Nimaga ular siz musulmon bo'lishingizni istamaydi? Alloh taolo hasad qilganidan deb aytadi. Buning sababi ularning qalbiga chuqur o'rnashgan hasaddir. Hatto ular haqiqatni anglaganidan keyin ham ularga haqiqat ma'lum. Ular o'zgarish kerakligini tushundi, ammo o'zgarishni xohlamadi. Ammo atrofida o'zgargan odamlarni ko'rdi. Odamlar o'zi eski holatda qolib, ancha ilg'orlagan boshqa odamni ko'rganida o'zlarini kemtik his qila boshlaydi. Va ular yaxshiroq ko'rinishning yagona yo'li boshqalarni o'zidan yomonroq yo'l tutishga majburlash deb hisoblaydi. Shuning uchun ular siz kofir bo'lishingizni juda xohlaydi. Shundagina ular men ulardan kam emasman deya oladi. Ularning istagi mana shu. Ahli kitobning bir qismi bor. Hammasi emas, ammo ma'lum qismi ular hamisha shuni istab yashaydi. Nimaga ular bunday qiladi? Ichidagi hasad tufayli, hatto haqni anglaganidan keyin ham. Xo'sh, biz nima qilaylik? Mana shu yerda men ma'ruzamni tugataman.
Biz kofirlar hujumiga qanday javob qaytarishimiz kerak? Ular bizga qarshi qanday jallodliklar qilayotganiga bag'ishlangan saytlar ochamizmi? Ular bizni qanchalik yomon ko'rishi, bizga yomonlik istashi haqida ma'ruzalar tashkil qilamizmi? Unda nima qilamiz? Nima qilsangiz ham Allohning tavsiyasiga quloq tuting. Alloh taolo ular bizga hasad qilishi va bizga zarar berishni xohlashini aytdi, to'g'rimi? Bizga zarar keltirgan hamma narsa ularni xursand qiladi. Nafrati ularning tashiga chiqib bo'ldi, ammo ularning ichida yanada kattaroq nafrat bor. Ular o'z saytida islom haqida nimalar yozayotganini va o'z ommaviy axborot vositalarida nimalar deyayotganini bir o'qib ko'ring. Bu ularning og'zidan chiqqan so'zlar, ammo Alloh ularning qalbida yanada kattaroq nafrat borligini aytmoqda. Yaratgan bizga ularning holini ochib berdi. Buni bilganimizdan keyin bizning munosabatimiz qanday bo'lishi kerak? Bizning javobimiz qanday bo'lsin? Alloh bizga qanday tavsiya beradi? Allohning buyrug'i kelmagunicha ularni kechiring va ko'nglingizni keng qiling. Ularni kechiring, ularga e'tibor bermang. Axir it bizga akillasa, unga akillab javob qilmaymiz-ku. Bu kulgili va ahmoqona bo'lardi. Keyingi sahifani oching. O'zingizni hech narsa bo'lmagandek tuting, toki Alloh o'z hukmini e'lon qilmaguncha. O'z ishingiz bilan shug'ullanishda davom eting. Hasad qilaversin, o'ylagan ishini qilsin, mayli. Bizning javobimiz g'azabli hayqiriq va agressiya bo'lmasligi kerak. Biz har bitta sababni deb qaynab ketishimiz kerak emas. Afsuski musulmonlar bugun bu kabi ishlarga juda ham hissiyotli munosabat ko'rsatadi. Bu meni juda tashvishga soladi. Shuning uchun ham hozir bu haqda gapiryapman. Janubiy park multfilmi bilan bo'lgan voqea esingizdami? Yoki ana u karikaturalar va hokazo. Men konspirologiyaga qiziqmayman, biroq men aniq bilamanki, qaysidir film yoki multfilm prodyuseri xonasida yig'ilib, agar biz shuni yozib olib tarmoqqa joylasak, katta shovqin keltirib chiqaradi. Ehtimol Lahorda tomlarni yoqadigan yoki Qohirada do'konlar oynasini sindiradigan 100 minglab musulmonlar ko'chalarga chiqar deb maslahat qiladi. Barcha islomiy davlatlarda protest va yurishlar to'lqini yuz beradi. Qotilliklar bo'ladi, yer yuzidan sidirib tashla degan shiorlar avj oladi va hokazo. Bularning barchasi gazetalarning birinchi sahifasida chop etiladi. Buni CNN, BBC, Fox News'da ko'rsatishadi. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu loyihani chiqaramizmi? Ha, albatta. Axir uni suratga olib bo'ldik-ku. Va mana shunday qilib ular musulmonlar to'polon qilishini kutib, mana shu mahsulotni e'lon qiladi. Keyin noroziliklar boshlanadi. Hammasi chappasiga ketadi. Musulmonlar nima qiladi? Xuddi kutilganidek. Ular biz bilan go'yo tajriba o'tkazadi. Biz esa xuddi ular kutganidek munosabat ko'rsatamiz. Natijada nima bo'ladi? O'zicha yuzlab ko'rishga erishishi mumkin bo'lgan o'sha film bizning reaksiyamiz tufayli butun dunyoga tarqaladi. Endi ularni 100 millionlab odam tomosha qiladi. Ularning reytingi ko'tariladi, tanilib ketadi. Hatto bu film yoki multfilm yaratuvchilari qandaydir ideologiyaga ergashmagan bo'lsa ham, ular shunchaki ko'proq pul ishlamoqchi edi. Ular uchun eng asosiysi reyting. Bu ularga pul keltiradi. Nima ham derdik? Biz kapitalizm davrida yashayapmiz. Agar ularni asabiylashishga majburlamoqchi bo'lsangiz, ularni sudga bering. Ular qamalib ketishi yoki katta jarima to'lashi mumkinligini anglaganida o'zini sal yig'ishtirib oladi. Bu ularga qimmatga tushishini anglab yetadi. Gap g'oyada ham, hatto islomga bo'lgan nafratda ham emas. Biz shunchaki qanday davrda yashayotganimizni va ular qanday o'yinlar o'ynayotganini tushunib yetishimiz kerak. Darvoqe, gap musulmonlar haqida borar ekan, agar bizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sharaflariga bo'lgan har qanday harakat ta'sirlantirar ekan, bizni Ibrohim alayhissalom ustidan kulganlari ham, Iso alayhissalom ustidan kulishlari ham ta'sirlantirishi kerak. Axir Griffinlar oilasi yoki Simpsonlarda muntazam shunday qilinmayaptimi? Bizning yoshlarimiz shularni ko'ryapti. Mana shu multfilmlardagi hazillarni bir-biriga qo'llayapti. Biz atayin Allohning payg'ambarlari ustidan qilingan mana shu kabi filmlarni tomosha qilyapmiz. Axir Alloh taolo Qur'onda iymon keltirganlar tilidan biz Allohning payg'ambarlarini ajratmaymiz deydi-ku. Agar biz uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sharaflari muqaddas bo'lsa, u holda boshqa payg'ambarlarga ham xuddi shunday munosabatda bo'lishimiz kerak. Alloh haqida-ku, inchunun.
Alloh taolo Munofiqun surasining 8-oyatida shunday marhamat qiladi: Azizlik Allohga, uning rasuliga va mu'minlarga xosdir. Biz bunday yarim xulqqa ega bo'lmasligimiz kerak. Janubiy parkning ilk qismida ular Iso alayhissalom ustidan kuladi. Ammo nimagadir hech kim norozi bo'lmaydi. Ba'zilar nasorolar harakat qilsin, bu ularning muammosi deydi. Quloq soling. Axir Iso alayhissalom Qur'onda zikr qilinmaganmi? Axir u eng hurmatli payg'ambarlardan biri emasmi? Biz unga ko'proq haqlimiz. Biz uning ko'rsatmalariga nasorolardan ko'ra ko'proq ergashamiz. Muso alayhissalom boshqa barcha kitobdan ko'ra Qur'onda ko'proq tilga olingan. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ham ko'proq. Muhammad alayhissalom ismi 5 martagina zikr qilingan. Muso alayhissalomga esa naq 70 oyat bag'ishlangan. Axir u yoki boshqa payg'ambarlar hurmatga loyiq emasmi? Bizning javobimiz sovuq va aniq bo'lishi kerak. Biz umuman reaksiya ko'rsatmasligimiz kerak demoqchi emasman, yo'q. Biroq biz avval sovub olishimiz kerak. Qaysidir bechoralarning mashinasini yoqib yuborish muammoni hal qilmaydi. Siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilishgani uchun g'azabdasiz. Shuni deb oddiy odamlarning mashinasiga o't qo'yasizmi? Axir shu adolatdanmi? Ularning aybi nima? Vitrinalarni sindirasiz, do'konlarni bo'shatasiz. Bu qanday bedodlik? Qanday qilib bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbat ifodasi bo'lishi mumkin? Ha, men musulmonlar haqoratlanganini tushunib turibman. Barchamiz haqoratlandik, chuqur haqoratlandik. Ammo biz kuchlarimizni birlashtirishimiz va aql bilan bu fitnani bartaraf etishimiz lozim. Biz bunday qila olmaymiz. Aniq reja tuza olmaymiz. Alloh aytadi: Fa'fu wasfahu. Sodda aytganda, avval o'zingizni bosib sovub oling. E'tibor bermang. Sahifani varaqlang, toki Alloh hukm qilmagunicha. Alloh hamma narsa ustidan hukmrondir. Oxirida men sizlar bilan hasadchilar haqida gaplashmoqchi edim. Bizga hasad qiladigan odamlar haqida. Kim biz tomonimizda? Biz nima haqda qayg'urishimiz kerak? Ba'zi musulmonlar vasvasaga tushib qoladi. Birodar, ularning quroli juda ko'p. Ularning hamma joyda xufiyasi bor. Ular hamma narsani nazorat qiladi. Hamma pul ularda. Ular fitna nazariyalari haqida gapiradi. Kim biz tomonimizda ekanini eslang, keyin ayting. Barcha zulmat va qorong'ulik bir tomonda, uni tarqatib tong ottiradigan boshqa tomonda. Shunday ekan, nimaga buncha xavotir qilamiz? Biz Allohning arqonini mahkam tutib, unga to'lig'icha iymon keltirishimiz kerak. Alloh taolo u yerda bizga maslahat bersa, undan foydalanib qolishimiz lozim. Biz Qur'onni shunchaki qiziqarli ma'lumotlar berilgan kitob deb qabul qilmasligimiz va uni o'qigach avvalgi holimizga qaytmasligimiz kerak. Yo'q, u bizning dunyo qarashimizni, tafakkurimizni o'zgartirishi shart. Men Alloh taolodan barchamizga xulqimizni o'zgartirishimiz uchun kuch berishini so'rayman. Ilohim, Alloh bizlarga o'zining kitobi atrofida birlashishni va uni haqiqiy anglash bilan anglashimizni nasib qilsin. Barakallohu li va lakum fil Qur'anil hakim va nafa'ni va iyyakum bil ayati va zikril hakim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.